Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Men umumiy tibbiy fanlar kafedrasi dotsenti Quvondepa Dilbar Ergashieva. Bugungi siz bilan o'tkazadigan mavzumiz gigiyena va tibbiy ekologiya faniga asoslangan mavzumiz ishlab chiqarish muhitidagi fizik va kimyoviy omillarning gigiyenik ta'rifi. Biz quyidagi rejalarga alohida to'xtalib o'tamiz. Zaharli ta'sir ko'rsatuvchi kimyoviy omillarga gigiyenik xarakteristika, zaharli ta'sirlarni oldini olish tadbirlari, kimyoviy omillarning spesifik ta'sir ko'rsatuvchi omillarga gigiyenik xarakteristika hamda zararli ta'sirlarni oldini olish tadbirlari. Keyingi rejamiz ishlab chiqarish korxonalari ishchilarining davolovchi profilaktik ovqatlanishi haqida tushuncha, maxsus ovqat ratsionlarini ishlab chiqish sharoitlari. Biz bilamizki, hayot rivojlangan sari fan texnika ham rivojlanib boradi. Ishlab chiqarish korxonalari, sanoat korxonalari ham ko'payib boradi. Shunday ekan, shu yerda ishlaydigan ishchilar organizmiga bu sanoat korxonalarida ishlab chiqarayotgan yoki fizikaviy omillar yoki kimyoviy omillarning, kimyoviy manbalarning ta'siri yildan yilga oshib boradi. Shunday ekan, biz fizikaviy omillarga alohida to'xtalamiz. Fizikaviy omillar ishlab chiqarish omillarining 57%ni tashkil etadi. Fizikaviy omillarda asosan shovqin, tebranishlar inson organizmiga kuchli ta'sir etadi. Shovqinlarni oladigan bo'lsak, bizning organizmimiz 16-17 ming Hzgacha bo'lgan tovushlarni normada biz eshitamiz. Lekin buning normadan oshib ketishi esa inson organizmining salomatligiga jiddiy zarar yetkazadi. Ayniqsa shovqinning quloq tizimiga ta'siri nihoyatda kuchli hisoblanadi. Ba'zan ishlab chiqarish korxonalarida ishlaydigan ishchilar quloq sistemasida karlik ham kuzatishi mumkin. Bundan tashqari shovqin ovqat hazm qilish sistemasini pasaytirishi mumkin. Qon yaratish organlari va qon tizimiga ham o'zini ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Yurak faoliyati sistemasi sekinlashishi, ya'ni bradikardiya kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari yana ovqat hazm qilish tizimida ham o'zgarishlar kuzatiladi. Ayniqsa o't tufayli orqali o'tning ajralishi, sekinlashish holatlari kuzatilishi mumkin. Ayniqsa asab tizimi kasalliklarida bo'yi yuqori ko'rsatkichlarga erishish mumkin. Bundan tashqari yana tebranishlarni oladigan bo'lsak, turli xildagi perforatorlar yoki mana shu vibratsiya beruvchi asboblar yordamida ishlaydigan ishchilar organizmiga ham vibratsiyalar kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa qo'l, tayanch, tiz, muskul, skelet sistemasiga ta'sir ko'rsatadi. Bu yerda barmoqlardagi qon aylanishlarining buzilishi, skelet sistemasida hamda mushaklardagi kuchli og'riqlar va organlardagi yetarlicha o'zgarishlar kuzatiladi. Endi ta'sirlarni yana oladigan bo'lsak, kimyoviy ta'sirlar. Kimyoviy ta'sirlarning ulushi ham mana shu ishlab chiqarish korxonalarida ko'p foizni tashkil etadiki, bu demak kimyoviy omilning ta'sirini ham o'rganishimiz uchun va uni oldini olish choralarini ko'rishimiz uchun ehtiyoj tug'diradi. Ya'ni kimyoviy ta'sirlar demak 22% ni tashkil etadi. Ishlab chiqarish korxonalari faqatgina kimyoviy mahsulotni o'zlari ishlab chiqarmasdan kimyoviy elementlarni tashkil topgan me'yoriy narsalar ham ishlab chiqaradi, ishlab chiqarish korxonalari. Ya'ni agar biz kimyoviy moddalarni 60 mingdan oshiq deb oladigan bo'lsak, mana shu 60 mingdan oshiq kimyoviy zaharli moddalarda ishlaydigan ishchilar organizmiga bu ham jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari yana ishlab chiqarish korxonalarida insonlarimiz, ya'ni ishchilarimiz changdan zaharlanishi mumkin 16-3% va yana jismoniy zo'riqishlar kuzatiladi, chunki ko'p ishlab chiqarish korxonalarida turib ishlashga to'g'ri keladi va bundan tashqari yana biologik omillar ham yetarlicha miqdorda tashkil etadi.
Bu ham 1,5% tashkil etadi. Biolog omillarda o'sha ishlab chiqarish korxonasida ishlaydigan odamlar orasida demak kasallik tashuvchilar bo'lishi mumkin yoki bexosdan kasallanganlar bo'lishi mumkin. Endi kimyoviy ta'sirlarga o'tadigan bo'lsak, kimyoviy organizmda kimyoviy ta'sirlar bizda ishlab chiqarish korxonalari mavjud, bu sement zavodi bor, kimyo zavodlari bor. Mana shu zavodlardan ishlab chiqarilgan moddalar demak inson organizmiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etadi. İnson organizmiga ta'sirini biz quyidagicha organizmga kirish yo'llarini aytib o'tamiz. Birinchi navbatda demak nafas olish yo'llari orqali, ya'ni ingalyatsion yo'l bilan. Ikkinchi yana ovqat hazm qilish tizimi orqali hamda shikastlanmagan teri orqali o'tishi va shilliq qavatlar orqali o'tishga bo'lib olishimiz mumkin. Biz endi buni xavflilik darajasiga bo'lib oladigan bo'lsak, xavflilik darajasi bo'yicha bu yerda nafas olish yo'llari orqali o'tadigan kimyoviy moddalarning ta'siri chuqurroq ta'sir etish xususiyatiga ega va chuqurroq organizmlarni zaharlash xususiyatiga ega bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu yerda nafas olish yo'llari orqali tushadigan kimyoviy moddalar to'g'ridan-to'g'ri o'pkaga, o'pka alveolalariga tushadi. Agar biz o'pka alveolalarini maydon qilib yoyib oladigan bo'lsak, bu 90 metr kvadratni tashkil etadi. Buning alveolalarining membranasi shunchalik o'tkazuvchanligi sababli bu o'pkalar qon tomirlari hamda limfa tomirlari bilan nihoyatda yaxshi ta'minlangan. Shunday ekan, bu yerga tushgan kimyoviy moddalar to'g'ridan-to'g'ri mana qonga o'tib, demak va to'g'ridan-to'g'ri katta qon aylanish doirasiga tushib ketishi mumkin. Bu yerda xavflilik darajasi demak oshib ketadi. Bunda turli xildagi demak o'pka to'qimasining yarqilanish kasalliklari kuzatiladi. Agar biz ovqat hazm qilish tizimi yo'li orqali, ya'ni alimentar yo'l bilan yuqori ovqat hazm qilish tizimiga o'sha kimyoviy moddalarni tushadi deb desak, demak bu yerda ovqat hazm qilish sistemasiga tushgandan so'ng u ichaklarda, oshqozonda ichaklarda so'rilib, jigarda tozalanib, undan so'ng jigardan o't yo'liga o'tib, o't yo'lidan yana ichaklarga o'tadi hamda demak tashqi chiqarish organlari orqali tashqariga chiqarib yuboriladi. Demak bu yerda tushgan kimyoviy modda demak organizmda juda katta zararni keltirib chiqarmaydi. Endi shikastlanmagan teri orqali albatta tushadi. Bunda ham biz buni oldini olish uchun albatta qo'llar gigiyenasiga, qo'lni yuvish gigiyenasiga, ovqatlanishdan oldin yoki o'sha ishlab chiqarish korxonalarida o'sha imkoniyat darajasida qo'lni tozaligiga juda katta e'tibor berishimiz kerak. Hamda shikastlanmagan teri orqali to'g'ridan-to'g'ri demak o'sha kiyadigan alohida o'sha kimyoviy moddalar ishlatganda kiyadigan kiyimlar orqali ham tushib qolishi mumkin. Bundan tashqari yana qachonki biz o'sha shilliq qavatlarga tushishini oldini olish uchun respiratorlardan foydalanmasak yoki ko'zoynaklardan foydalanmasak, demak bu ham demak ko'zning shilliq qavatlariga demak tushib qolishi mumkin kimyoviy zaharli moddalar. Endi bular organizmdan chiqishi ham mana nafas olish yo'llari, biz nafas olamiz, o'sha nafasimiz chiqarish jarayonida kimyoviy moddalar tashqi muhitga chiqishi mumkin. Jigar, ichak orqali. Bundan tashqari yana o'sha kimyoviy zaharli moddalar organizmda kumulativ holatda ham saqlanishi mumkin. Yana ona suti orqali ham ba'zan demak chiqarib tashlanishi mumkin. Endi zaharli moddaning ta'sir etish doirasi o'sha zaharli moddaning dozasiga bog'liq, uning konsentratsiyasi dozasiga. Ya'ni doza qanchalik katta miqdorda bo'ladigan bo'lsa, demak bu o'sha ta'sir etish darajasi ham shunchalik kuchli bo'ladi. Bundan tashqari ta'sir etish vaqtiga ham bog'liq. Ishlab chiqarish korxonasida ishlaydigan ishchilarimiz misol uchun aytilgan bo'lsa 4 soatlik, o'sha 4 soatdan oshiq ishlaydigan bo'lsa, demak mana ta'sir doirasi o'sha zaharli moddaning ortib boradi va organizmga kirish davriyligi ham ortib boradi. Bundan tashqari yana organizmning chiqish davri bor, bu tezligi bor, bu eliminatsiya deyiladi. Bundan tashqari mana shu zaharlanishlar natijasida bu yerda ishlaydigan ishchilar organizmida demak o'tkir hamda surunkali kasalliklarga chalinib qolishi mumkin. O'tkir kasalliklar bu nima? Tez boshlanib, sog'ayish bilan
yakunlanadigan kasalliklar. Surunkali kasalliklar esa vaqti bilan davom etadigan va uzoq vaqt davom etadigan kasalliklar hisoblanadi. Bu yerda ham o'tkir kasalliklar kasbga oid zaharlanishlar kuzatilishi mumkin. Bunda o'tkir zaharlanib qolishlari mumkin. Surunkali esa kasbga oid zaharlarni, demak, uzoq vaqt ta'siri natijasida surunkali kasallikka aylanib qolishi mumkin. Endi biz mana shu zaharli moddalarni ta'sir etishni bir nechta sinflarga bo'lib olganmiz, ya'ni o'lim dozasiga qarab. Bu yerda sinflarga birinchi sinfni oladigan bo'lsak, bular o'ta xavfli sinflarga kiradi. Ikkinchi sinfimiz, demak, yuqori xavfli, uchinchi sinfimiz o'rta xavfli hamda to'rtinchi sinfda esa kam xavfli zararli omillarga bo'linadi. Demak, bu yerda organizmni zaharlanish darajalari ham mana shu sinflarga qarab belgilanadi. Hamda bu yerda me'yoriy ko'rsatkich, o'lim ko'rsatkichi 50 milligram kilogramga hisoblanadi. Endi ta'sir doirasini oladigan bo'lsak, bu yerda ta'sirlar kompleks ta'sir qilishi mumkin. Kompleks ta'sir, demak, faqatgina o'sha kimyoviy zaharli modda bilan birga shu yerdagi atrof muhitning qanaqangi holatda bo'lishi ham bunga, demak, kompleks ta'sir etib kasallik yoki zaharlanganlik darajasini oshirishi mumkin. Ya'ni bu yerda kompleks ta'sirga nimalar kiradi? Ya'ni harorat, namlik, shovqin, tebranishlar, jismoniy zo'riqishlar ham mana shu ta'sir doirasini kuchaytirishga sabab bo'lishi mumkin. Endi sanoat o'sha odamga kanserogen ta'sir etuvchi zaharli moddalar bir nechta sinflarga bo'linadi. Mana shu sinflarga ta'sir doirasiga qarab, birinchi sinfga 4 aminodifenil, margumush va uning birikmalari, asbest, benzol, benzidin, ifir, xrom va mineral yog'lar kiradi. Ikkinchi sinfni oladigan bo'lsak, ikkinchi sinfning o'zi ikkita bo'limga bo'linadi. Bu A bo'limga ta'sir etadigan, ular odamga kanserogen faolligi yuqori bo'lgan zaharli moddalar hamda kanserogen faolligi past darajada bo'lgan, demak, zaharli moddalarga bo'linadi. Uchinchisi esa, demak, bu mutagen zaharli moddalar hisoblanib, bu to'g'ridan-to'g'ri, demak, avlodlarda ko'zga tashlanadigan nasliy xususiyatlarning o'zgarishi bilan namoyon bo'ladi. Bundan tashqari yana bu yerda ishchi xodimlarning o'sha jinsiga bog'liq bo'lgan ham o'zgarishlar kuzatiladi. Ayniqsa gonadotrop ta'sir deymiz, bu erkaklarda spermatogenez hamda ayollarda avogenez ko'rinishdagi buzilishlarni kuzatishimiz mumkin. Yoki bu yerda, demak, bolalarda postnatal rivojlanishda ko'zga tashlanadigan a'zo va tizimlarning rivojlanishdagi turli xildagi nuqsonlarni ham ko'rishimiz mumkin. Endi bu ta'sirlarning barchasini profilaktika qiladigan bo'lsak, profilaktikasi, demak, bu mana shunday zaharli omillarning ta'sirlarini bartaraf etish uchun bir necha turdagi profilaktik tadbirlar, chora-tadbirlar ishlab chiqarilgan. Bu tadbirlarni ishlab chiqarishdan maqsad o'sha sanoat korxonalarida ishlaydigan ishchilar organizmiga zaharli moddalarni, demak, kam tushishini hamda kasallanishlar darajasini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'lib hisoblanadi. Bularga birinchisi texnologik chora-tadbirlar. Ya'ni ishlab chiqarishni shunday bir yo'lga o'tkazishimiz kerak, bu yerda avtomatizatsiya deymiz, avtomatlashtirilgan tizimga o'tkazishni taklif qilinadi. Yana bundan tashqari yana dispersion boshqaruv hamda o'sha zaharli moddalarni ishlab chiqarish joylarida germetizatsiyani yo'lga qo'yilsa, bu texnologik chora-tadbirlarga kiradi. Bundan tashqari yana sanitar-texnik chora-tadbirlar. Sanitar-texnik chora-tadbirlar bu ishlab chiqarish korxonalarida yoritilganlikka, namlikka hamda joylik va umumiy ventilyatsiyani yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Davolash, sog'lomlashtirish chora-tadbirlari. Bu davolash sog'lomlashtirish chora-tadbirlariga ishlab chiqarish korxonalarida ishlaydigan ishchilar salomatligini o'ylagan holda bu yerda tibbiy ko'riklarni tashkil etish hamda
davolash profilaktika ovqatlanishga, davolash profilaktik ovqatlanishni yo'lga qo'yish hamda ishlab chiqarishda ishlaydigan ishchilarning salomatliklarini tiklash uchun sanatoriy kurortlarga tavsiyalar berish hamda yo'llanmalar berish bilan o'sha profilaktik ishlarni amalga oshirish. Bundan tashqari yana shaxsiy gigiyena vositalaridan foydalanish. Shaxsiy gigiyena vositalaridan foydalanish bu zaharli moddalar organizmga tushishini keskin kamaytirishiga olib keladi. Ya'ni bular nimalar? Kombinezonlar kiyish, qo'lqoplar kiyish, niqoblar, respiratorlar, protivogazlar hamda ko'zoynaklar taqish bu o'sha chora-tadbirlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa zaharli kimyoviy moddalar ishlab chiqaradigan korxonalarda o'sha ishchilarning zaharlanganlik darajasi yuqori bo'lgan joylarda ishlashiga qarab bularda profilaktik ovqatlar ham tavsiya qilinadi. 3 turdagi profilaktik ovqatlar bular birinchisi davolovchi, maxsus davolovchi profilaktik ratsionlar taklif etiladi hamda sut va sut mahsulotlari hamda vitaminlar bilan ta'minlash. Endi vitaminlar bilan ta'minlash bu ham o'sha og'ir joyda ishlaydigan ishchilar uchun tavsiya qilinadi. Ayniqsa juda kuchli qizdiradigan ishlab chiqarish, qizdirishlar bilan olib boriladigan ishlab chiqarish korxonalarida hamda tamaki ishlab chiqarish mahsulotlari bilan ishlaydigan kishi xodimlarga demak mana shu vitaminlar bilan bepul vitaminlar bilan ta'minlash demak yo'lga qo'yilishi kerak. Endi maxsus ovqatlantirish ratsionlari ham mavjud bo'lib, bu yerda ionizatsion nurlar bilan kontaktda bo'ladigan ishchilarga demak jigarda o'sha antitoksin funksiyasini kuchaytirish uchun sut va sut mahsulotlari hamda demak jigar lipotrop mahsulotlari vitamin B tavsiya qilinadi. Ikkinchi ratsionimizda futor, xlor, xrom, ishqor birikmalari bilan kontaktda bo'lgan ishchilarga ko'rsatilgan menyu hisoblanadi. Bu yerda go'sht, baliq, sut mahsulotlari tavsiya qilinadi. Va ratsion 4da benzol, nitro, amino birikmalari, uglevodorod, temir, magnesiy, fosfor bilan kontaktda bo'lgan ishchilarga jigar qon apparati funksiyalarini ko'tarish uchun beriladigan sut mahsulotlari hamda o'simlik yog'lari tavsiya qilinadi. Vitaminlarni bepul vitaminlar bilan ta'minlanishga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda qaysi vitaminlar tavsiya qilinadi? Qaysi vitaminlar o'sha ishlab chiqarish korxonasida ishlaydigan ishchilarga beriladi? A vitamini 2 mg dan, B1, B2 vitaminlari 3 mg dan, hamda PP vitamini 20 mg, C vitaminlari 150 mg dan. Demak, bular asosan o'sha issiq sexlarda hamda tamaki ishlab chiqarish sexlarida demak beriladi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.